Faqat shoshilinch xabar: Buxoroda ko'p qavatli uyda yong'in yuz bergani haqida xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, tezkor yangiliklardan xabardor bo'lib turishni istasangiz kanalimizga obuna bo'lib, videolarimiz davomida bardona like tugmachasini bosib qoldirishni unutmang. Buxoro shahrida ko'p qavatli uylardan birida sodir bo'lgan yong'in aholi orasida xavotir va sarosimani keltirib chiqardi. Hodisa 16-may kuni Shirbudun mahallasi hududida kuzatilgan. Guvohlarning aytishicha, olov binoning tom qismida paydo bo'lib, qisqa vaqt ichida qora tutun atrofni qoplagan. Holatni ko'rgan aholi zudlik bilan hovliga chiqishgan. Fuqarolar voqeani qo'rquv bilan esga olishmoqda. Ular orasida bolalar yig'isi, keksalarning sarosima bilan bir-birini chaqirishi va umumiy vahima muhiti kuzatilgani ta'kidlanmoqda. Qutqaruvchilar yetib kelgach, vaziyat biroz barqarorlashgan. Buxoro viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, yong'in haqidagi xabar soat 15:57 da 112 tizimi orqali kelib tushgan. Yong'inga qarshi tezkor choralar ko'rilgan. Qutqaruv xizmati xodimlari qisqa vaqt ichida hodisa joyiga yetib kelib, yong'inga qarshi tezkor choralar ko'rishgan hamda aholini xavfsiz hududga evakuatsiya qilishgan. Yong'in soat 17:25 da to'liq bartaraf etilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hodisa oqibatida jabrlanuvchilar qayd etilmagan. Hozirda yong'in sabablari va yetkazilgan zarar miqdori bo'yicha o'rganish ishlari davom etmoqda, deyilgan xabarda. Hurmatli tomoshabin, video haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib, kanalni yo'qotmaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang.